Kaminar Group sizni xizmatingizda. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz kanalimizning obunachilari, aziz do'stlar. Yangi bir proyekt asosida ish boshladik. İşimizni rasmini hozir qo'yib qo'yamiz. Proyektning rasmini Lego g'ishlari bilan terilyapti bu yerda. Bir xil rang kombinatsiyasiz bir xil rang bilan terib boshlayapmiz do'stlar. Qozon o'choq echkichalarni tepasini arka qilyapmiz. Mangalni to'rtburchak qilyapmiz. High-tech stilda bo'lyapti. Bu yerda xudo xohlasa nasib bo'lsa bitta mangal, bitta gaz plita, bitta moyka, bitta qozon bo'ladi. Mangalimiz juda ham katta razmerda qurilyapti. Mangalning tepasi ham to'rtburchak bo'ladi. Ichkarilari chisti ognyoporniy g'ishlari bilan qurilyapti. Buni tepasida yana vitishka ham yasab beramiz. Vitishka hech qanday stoykasiz, hech qanday uporsiz bo'ladi. Buni ham video davomida ko'rsatib boramiz. Fundamentga keladigan bo'lsak, fundament обязательно armatura bilan armirovat qilib, mustahkam qilib, armatura tashlab, stiyashkasini baquvvat qilinishi kerak. Baquvvat qilinishi kerak. Chunki barbekuni og'irligi juda ham og'ir bo'ladi. Tepagacha biz g'ish bilan terib chiqaramiz. O'shaning uchun pasti juda ham baquvvat, mustahkam bo'lishi kerak. Mana ko'rib turganingizdek, vitishkani qurilish jarayonini ko'rsatyapmiz. Juda ham ajoyib va chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Bu barbekü kompleks ko'pincha Rossiyada teriladi bunaqasi. Bizda O'zbekistonda yo'q. Birinchi marta, birinchi proyektimizda mana shunday terib boshlayapmiz. Lego g'ishlariga keladigan bo'lsak, bu g'ishlarimiz xohlagan rangingizda mavjud. Xohlagan rangingizda zakaz qilsangiz bo'ladi. Agar uyingizga letniy kuxnya yasatmoqchi bo'lsangiz, birinchi tagi stiyashka bo'lishi kerak, mustahkam bo'lib, keyin biz terib boshlashimiz kerak. Demaxodni chiqarib bo'lgandan keyin tomni yopishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Mana hozir demaxod terilish jarayoni ketyapti. Demaxodni razmeri 1 metrga 63 sm bo'lyapti. Ichkarisi 75 ga 37 sm bo'lyapti. Mana shunday qilib tunukadan tepagacha chiqarishimiz kerak, bo'lmasa demaxod slabi bo'lib qoladi. Tutun tortishi qiyin bo'ladi. O'shaning uchun mana shu tunukadan tepaga chiqarishimiz kerak. Do'stlar, ishimiz nihoyasiga yetdi. Marhamat, bemalol ko'rishingiz mumkin do'stlar.